Qur'oni Karimda Alloh taolo miskinlar va yetimlarni o'zlari yoqtirgan taomni taqdim qiladigan kishilarni maqtaydi. Bugun bomdodga ham mana shu suradagi oyatlarni o'qidik. Estaizu billah va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Inson surasida keladi. Taomni esa suyib tursalarda o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarga yedirurlar. Tasavvur qiling. O'ziz xohlab turibsiz, o'sha taomni ochsiz, yemoqchi bo'lib turibsiz, bir yetim kelib qoldi. O'zi xohlab tursa-da, deyapti Alloh taolo. O'sha xohlab turgan narsasini, nafsi xohlab turgan narsasini yetimlarga, asirlarga beradi, deyapti Alloh taolo. Miskin, yetim, asirlarga beradi, deyapti. Kabobxonaga kirdi, shashlikxonaga kirdida, yaxshi ikki six zo'r shashlikni zakas qilib olib, piyozlarni sepib, uksuslarni shunday ishtaha bilan shunday qo'lingizga olib turuvdingizki, bir yetim bolacha keldi. Amaki, qornim och, ihson qiling dedi. Ayta olamizmi? Qani mana yerga o'tdi, mana bir six shashlikni ye qani. O'zingizni qorningiz och. Beramizmi? Ana shunaqa insonlarni Alloh taolo maqtayapti. O'zi muhtoj, o'zi yeyishlikka muhtoj. O'zi uyiga kerak bo'ladi, lekin yetim kelgandan keyin ikkilanmasdan yetimga beradi, deyapmiz. O'rganishimiz kerak ekan. Ana shu oyat mana. Inson surasining 8-oyat. O'zi ishtaha qilib, xohlab turgan, kerak o'ziga o'sha yetim so'rab kelgan vaqtida yetimga beradiganlarni Alloh taolo maqtayapti. Azizlar, musulmon kishini yetimni xo'rlashi, unga past nazar bilan qarashi yoki uni ahvolidan bexabar bo'lishi bu katta gunoh. Katta gunoh. Chunki Alloh taoloning buyuk hikmati bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yuqorida aytib o'tdik, yetimlikda voyaga yetdilar. Bu haqida Qur'onda Alloh taolo hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilgan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sizni biz yetim holatda topib boshpana bermadikmi? Ey Muhammad deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xitob qilyapti Alloh taolo. Siz yetim bo'laydingiz, sizni boshpana berib mana shu mavqega biz ko'tarmadikmi deyapti. Hech qachon yetimga qahr qilmang deydi. Fa ammal yatima fala taqhar. Yetimga qahr qilmang. Azizlar, yetim tarbiyasi juda ham qiyin-da. O'zingizni farzandingiz bir shumlik qilsa, masalan, quloqdan burab bir ximcha bilan bir ikki tarbiya bersangiz, u dadasizda u bilinmaydi. Lekin yetimga agar sal qattiqroq gapiradigan bo'lsangiz, u unga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Uni chunki otasi yo'qda. Otam yo'qligi uchun deydi, meni xo'rlayaptilar deydi. Qiyin bu masala, juda ham yetimga muomala qilishlik qiyin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yetimlikda o'sganlari har bir musulmonga katta bir ibrat. Yetimlikni achchig'ini tatib ko'rgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining umrlari davomida yetimlarga alohida mehr ko'rsatganlar.